Bismillahirrohmanirrohim. Allohning qo'shnilari kimlar bilasizmi? Ibn Kasirning Al-Bidayat va Nihoya kitobida keladi. Tabaroniy Sayyidimiz Ali ibn Husayndan rivoyat qiladi. U shunday deydi: Qiyomat kunida nido qiluvchi farishta nido qiladi. Fazil ahllari, fazilat egalari tursinlar deydi. Bir to'p odamlar turishadi. Ularga jannat tomonga yo'lga tushinglar deydi. Maloikalar ularni kutib oladilar va sizlar qayerga deyishadi. Ular jannatga deydilar. Maloikalar hisobdan oldinmi deyishadi. Ular ha deydilar. Ularga sizlar kimlarsiz deyishadi. Ular bizlar fazilat egalarimiz deydilar. Maloikalar aytishadi, sizlarning fazilatlaringiz nima? Ular bizlarga jahl qilinsa biz yumshoqlik qilardik va agarda zulmlansak sabr qilardik va agarda bizlarga yomonlik qilinsa bizlar kechirardik deydilar. Maloikalar ularga jannatga kiringlar, qanday ham amallaringiz go'zal deydilar. So'ngra nido qiluvchi farishta nido qiladi. Sabr egalari turishsin deydi. Insonlardan bir to'pi turadilar. Maloikalar sizlarning sabrlaringiz nimalarga edi deb so'rashadi. Ular Allohning toatida nafsimizni sabrga majbur qildik va Allohga osiy bo'lishlikdan nafslarimizni tiydik va biz o'zimizni baloga sabr qildirdik deyishadi. Maloikalar ularga jannatga kiringlar, ajrlaringiz naqadar go'zal deyishadi. So'ngra nido qiluvchi farishta nido qiladi. Allohning xolisidagi qo'shnilari tursinlar. Ozgina odamlar turishadi. Ularga jannat tomon yo'lga tushinglar deydi. Maloikalar ularni kutib oladilar va ularga ham shunday gaplarni aytadilar. Ular Alloh azza va jallaning xolisida qo'shnilikka qanday qilib erishdingizlar deb so'rashadi. Shunda odamlar biz Alloh yo'lida ziyorat qilardik va Alloh uchun birga o'tirar edik va Alloh azza va jalla yo'lida sarflardik deyishadi. Maloikalar ularga jannatga kiringlar, qanday ham go'zal amallaringiz deyishadi. Ibn Kasir Al-Bidaya va Nihoya kitobidan tarjima. Biz qanday qilib bir-birlarimizni bee'tibor qoldiryapmiz? Mana bu qiyomat kunidagi ajrimiz. Yo Rab, bizlarni ham sen uchun bir-birlarini yaxshi ko'radigan va sening yo'lingda bir-birlariga bog'lanuvchi birodarlardan qil. Amin.